Bu hayat 4 günlük qonalg'udir. Birinchi kunning ismi o'ylanish bo'lsa, ikkinchi kunning ismi mehr muhabbat bo'lsa, uchinchi kunning ismi arzu armon bo'lsa, to'rtinchi kunning ismi tayyorlik bo'lsa, ko'ranglab ketma. Mol dunyo, amal, uy, mashina, hatto o'lmaydigandek yashayotgan hayotmi mangulik emas. Kishilarga yaxshi muomalada bo'l. Kibr bilan emas, mehr bilan yasha. Ilgari hayotdan baxt izlaydim. Hozir xotirjamlik, xushallik izlayman. Bilsam, xotirjamlik, xushallik bo'lgandala baxt bo'ladi ekan. Xotirjamlik, xushallik inson uchun eng zo'r baxt ekan. Beshiga qancha azobliq, qancha qiyin kunlar kelsa-mu, atining go'zal bo'lishiga ishonib, hayotga umid bilan, atrofiga kulgi bilan boqqan kishi buyuk muvaffaqiyat qozonguchidir. Eng ichinishli bir umr bir odamning bir odam tarafidan haqiqiy suyulmaganligi emas, balki o'zini bir qitimmi haqiqiy suyib boqmaganidir.